Boshida kelgan vaqtimizda mahsulotlar yo'q. Tarmoqli marketingda faoliyat boshlaganimga 8 yil bo'ldi. Bilasiz, vodiyda necha bunaqa sohada O'zbek ayoli ham chet ellarda bemalol. Lekin hech qachon xohlamayman o'zimga ishongan insonlarni ishonchidan chiqib qolishdi. Bu boshlanishda, biznesni boshlagan paytimda hammani o'zini ichida yana bitta o'zi bor. Bitta oyligingizga bitta mashina bersa, demak siz millionersiz degan gaplari. ustoz kim? Hayotdan olmasang ta'lim, o'rgatormas hech bir muallim deydi. Menga 1 yil imkoniyat berasiz, agar men natijaga chiqolmasam, Insonlar hayotini o'zgartirish hammani ham qo'ldan kelavermaydi. Yana ham menga g'oya, yana ham to'xtamasligim uchun meni oldimda ko'plab 10 yil oldingi Orqonjon bilan hozirgi Orqonjon osmon bilan yercha farqi bor. ular o'sha boshida meni 4 yil tomosha qilib turishdi. Qani eplalarmikin deb. Mashinam ko'zimni oldidan o'tmaganda. Bugun olgan xaridim ko'zimni oldidan o'tgan, ertaga uni pulini aqlab berishim kerak deganman. balkim allaqachon to'xtatgan bo'larmidim deb o'ylayman. Meni shuncha qiynalganlarim, shuncha charchoqlarim bittada esimdan chiqadi. Qiyinchilik kelganda ham, o'sha muvaffaqiyat kelganda ham yaxshi ham borsan. Kimki Greenleaf'dan ketsa, u juda ham katta xato qiladi. Bugun o'shalarning qarshiligi evaziga uddalolmaysan, qilolmaysan, yig'ishtir. Agar shu kasbdan insonlar boy bo'lib ketsa, hamma odam kompaniyachi bo'lgan bo'lardi, hamma odam tarmoqchi bo'lgan bo'lardi deganda. Men birinchi o'ringa qadriyati to'g'ri insonlarni qo'yaman. Yo oilani tanlaysan, yo biznesni tanlaysan deb. Bugun qildingizmi? Bugun oxirgisi bo'lmasligi mumkin. Va siz g'olib bo'lmagunizcha o'yin tugamaydi hech qachon.